Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana yana bir kampligimizni video obzorini qilyapmiz to'liqroq holatda. Mana bu joylari aynayli bo'lgan, sinmaydigan diodlari bor. Qora joylari akril deyiladi. Shkaflarimiz old qanotdan 3 ga bo'linadi. Bu chekasi shimiladigani, ko'ylak iladiganlari bor. Mana xudo xolasa dazmollab turib tayyor holatda shunday olib kiyila oladigan. Oshiqlari ham mana 5 tadan. Shkafimiz eng qizig'i 3 ga bo'linadi. Ikkita xonat bo'lib ajraydi. Seyflari bor. Yaxshilab ko'rib, shashilmasdan o'tkazib yubormasdan like podpiska bosib qo'yinglar. Ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Telpak o'yladiganlarigacha bor, jenskiy tomonda uzun ko'ylaklar uchun moslashtirilgan. Chekalari PVX kromka 99% PVX kromkada bo'lgan. Spanligimizga kelsak, spanligimizni taylari manaqa mexanizmli. Bu ikkinchi shkaf deyiladi. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavka uстановkasi ichida Toshkentga, Voha taraflarga kelishilgan holatda qilib beramiz inshaalloh. Shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar.